Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sollallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafaati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 164-hadis. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhudan mavlosi Humrodan rivoyat qilinadiki, u quyidagilarni ko'rganini aytgan. Usmon radhiyallohu anhu tahoratga suv so'radi. Keyin idishdan 2 qo'liga suv quyib, ularni 3 marta yuvdi. So'ngra o'ng qo'lini tahorat suviga solib og'zini chaydi va burniga suv olib qoqib tashladi. So'ng yuzini 3 marta va 2 qo'lini tirsaklarigacha 3 marta yuvdi. So'ngra boshiga masx tortdi. Keyin har oyoqni to'piqlarigacha 3 martadan yuvdi. So'ngra bunday dedi: Men Nabiy sollallohu alayhi va sallamning ushbu tahoratim kabi tahorat qilganlarini ko'rganman. U zot kim shu tahoratim kabi tahorat qilsa, keyin 2 rakat namoz o'qisa-yu, unda o'zi bilan o'zi gaplashmasa, Alloh uning o'tgan gunohlarini mag'firat qiladi deganlar. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 165-hadis. Muhammad ibn Ziyod aytadi: Tahoratxonada odamlar tahorat qilayotgan edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu oldimizdan o'tayotib bunday deganini eshitdim: Tahoratni mukammal qilinglar, chunki Abul Qosim sollallohu alayhi va sallam tomonlarning holiga do'zaxdan voy bo'lsin deganlar, dedilar.